Endigi darsimizda oylik uchun ведомость, платежный ведомость yasashlik bo'ladi. Zarplata kadriga kiramiz. Biz oylikni yana bir eslatib o'tishimiz kerak hozir. Birinchi tabel yasab oldik. Undan keyin начисление qilgan edik. Bundan oldingi videolarda har bittasi uchun alohida videolari bor. Endi qiladigan ishimiz, ya'ni платежный ведомость hisoblanadi. Hop. Aynan ведомость yasashimiz uchun oylikni qilinishi kerak bo'lgan ishlar ketma-ketligi o'z vaqtida bo'lgan bo'lishi kerak. Tabeli to'liq yasab bo'lib, o'shanga qarab начисленияsi qilingan bo'lishi kerak. Endi oyligimizni to'lov ведомостьni yasashimiz mumkin bo'ladi. Ведомость va bank bor va ведомость va kassa degani turibdi. Biz agar oylikni plastik kartaga tashlayotgan bo'lsak, bank tanlaymiz, naqd beriladigan bo'lsa, kassani tanlaymiz. Hop. Bularni alohida video qilamiz. Hozirgi videomiz ведомость va bank, ya'ni bank uchun ведомость yasashlik. Hop. Добавить bosamiz. Na счет сотрудника zarplatniy proyekt bo'yicha deyapmiz. Счет сотрудник bo'yicha tanladik. Qaysi sanada ведомость yasalyapti? O'sha sanani ko'rsatamiz. Biz fevral oyi uchun hisoblayotgan edik. Shuning uchun fevral oxirgi sanasini ko'rsatdim. Vyplatada zarplata bor, avans bor. Avans bu tabel bo'yicha hisoblanadi. Komandirovichnilari bor. Biz hozir oylik berayotganligimiz uchun zarplata tanlangan. Mesajga aynan qaysi oy uchun hisoblanayotganligini ko'rsatamiz va zaполнить bosishimiz kerak bo'ladi. Zaполнить bosgan paytimizda bizga o'sha начисленияmizni ikkinchi qilgan, o'sha ikkinchi oylik hisoblashimizning ikkinchi bosqichida qilingan ishga qarab, bu yerda xodimlarning qo'liga tegadigan pulini adines bizga chiqarib beradi. Va провести и закрыть bosib qo'yamiz. Bu yerda mana hozir bu qizil ko'rinishda chiqdi. Qizil bo'lganligining sababi bu ведомость asosida hali oylik to'lanmagan. Ya'ni bankdan pul chiqib ketmagan ведомость asosida. O'shaning uchun ne оплачено bo'lib oyligimiz, bu ведомостьimiz yasagan ведомостьimiz qizil holatda turibdi. Buni biz alohida mavzu qilib ko'rsataman ham. Bank orqali to'lab qo'yganimizdan keyin bu qizil turgan ведомостьimiz o'zi mana shunaqa qabul qilingan ko'rinishda oddiy holatga keladi.